Bu videoda level oshgani sari jonimiz ko'payadi videosi bo'ladi. Boshida juda ham qiyin, lekin levelimiz oshgani sari, jonimiz oshgani sari osonlashib boraveradi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu ikki ham tekin mazax ko'ringlar. Assalomu alaykum Minecraft'lar. Sizlar bilan Adikay. Hammasi tushunarli bo'lgan bo'lsa, mana boshida bizda yarimta jon, vijvanamizni tezroq boshlaylik. Mana kitobni berib qo'yibdi. 1 tiyinga qimmat. Biz hammasini bilamiz, geniymiz biz. Tezroq vijvana qilishni boshlash kerak. Bo'lmasa bunaqa yarimta jonda 4 ta blokdan tushib ketsak ham o'lamiz. Hop, mana tovuq daraja tushmasa ham pashti, lekin kerak. U mana ko'mir. Hatto 1 level qilib olaylik. 1 level bo'lsa, keyin bitta jonimiz bo'ladi. Shunaqa qilib maqsad dragonni yengish, qancha daraja tushsa, ashuncha jonni ko'rish. Mana ko'rib turganlaringizdek, birinchi level bitta jon bo'ldi. Cho'chqani o'ldiramiz, darajasini olamiz, lekin anaqa go'shin emas, haram. Haram, itisiz haram. Aka tushaylikchi qani? Yo, zombi. 3 ta jonimiz bo'ldi, lekin baribir ham skelet ortiqcha bu. Baba olishalmaymiz. Hozir baribir 3 ta jonimiz. Ko'mir qazib, shunaqa qilib darajamizni, levelimizni oshirishimiz kerak. Shuncha ko'mir qazgan bo'lsak ham endi 4 ta bo'ldi. Beshta mana, 5-chi level bo'ldi, 5 ta jonimiz bo'ldi. Mana yana ko'mir. Misal olaveraylik, bronyalarga kerak. Temirli qigincha, mana shuni eritib turamiz. Bunga endi go'sht qo'yamiz. Birinchi tunimiz ham tugab qopti uje. Uxlavoraylikchi. Boshlaymiz unda. 6-daraja, 6-level, 6 ta jon. Aytgancha bu modlarni meni Telegram kanalimdan olsanglar bo'ladi. 7-level. Oy, bu qorda arzigulik hech narsa yo'q. Yaxshigina daraxtcha olayman, ko'p daraxtcha olayman. Umuman daraxtdan problema bo'lmasligi kerak. Va mana misli bronlarga ham erishdik. Kunga boqarlar. Men nezirda bitta narsa ko'rdim. Qani ko'ramiz, ishlar ekan bularni olaveraylik hammasini. Pillagerlarda outposti. Даже biz 8-level bo'lsak ham hozir belki kirish xavfli. Qalqonimiz ham yo'q даже. Shuning uchun o'tib ketamiz. 9-level. 10-level bo'lishimizga oz qoldi. Minecraftda o'zini joni bo'ladi agar 10-level bo'lsak. 10 ta jon Minecraftda o'zini joni. Hop, mana bu yerga endi temir qazgan tushamiz. Hozircha monsterlar bilan olishmaymiz. Baba xatarli. Oy. Hop, bo'ldi. Shuncha temir qazdik. Endi bularni eritib olsak. Birinchi o'rinda qalqon, paqir, keyin kirka. Yasayman hozir. Qilich. Yasayman keyin. Mana biz pasti yarimchala temir, yarimchala mis bronali bo'ldik. Endi yasaydigan narsamiz kirka va bitta temir qilich. Bo'ladi yetadi. Shu yetadi o'zi. Bo'ldi. Narsalarimizni olamiz, yana vijvanani davom ettiramiz. Ajdarni yengishimiz tezroq. Ajdarni tezroq yengishimiz kerak. Hop, qani aytdagi monsterlar hammasi meni kutib turibdimi nima baloda? Voy, ko'p. Tezda sakrab ustidan shaq o'tib ketamiz ovqat yeb. Hop, qani hoppale, yaxshi. Voy, skelet aytgan bor. Snayper. O'sa tekkizalmadi. G'alay ekan, snayper debman men uni. Voy. Chiqib ketdik. Bab yana temir kerak bo'ladi, ko'pdan olgan yaxshi. Ortiqchasining zarari yo'q. Oltin ham bizga ancha kerak bo'ladi nezirda. Yaxshi ham ashta suvlar bor, bo'lmasam tepaga chiqib yurardim. Bundan ham yaxshigina daraja tushadi va biz allaqachon 10-level bo'libmiz. 10 ta jon. Minecraft o'zining joni.
Monsterlardan yaxshigina level tushadi va 11 ta jonimiz bittaga oshdi mana. Endi mana kayf qilishni boshlaymiz. Davrimiz keldi uje. Voy, Creeperni ham o'ldiramiz kerak bo'lsa. Yaxshi. 12-level bo'lmadik-da. 12-level mana bo'ldi. Endi bu monsterlar menga chipuxa. Shuncha chuqurga tushsam, atiga bitta olmos bo'lsa-ya. Shit. Ikkita ekan. Yomon emas. Redstone'dan ham yaxshigina level tushadi. 13-level. o'n 14-level. Zo'r. Endi mana bu yerga narsalarimizni eritishga qo'yamiz. Lavali ko'l ham topdik. Endi portalni qurib ketamiz mana. Portalni qurishni o'rgataman. Mana shunaqa qilasizlar. Mana shunaqa qilasizlar. Keyin mana uni olasizlar. Keyin makka mana uni qo'yib, makka bunaqa struktura qurib, keyin makka bitta sakrab mana bu blokni qo'yish kerak. Keyin mana uni makka qo'yib, mana uni makdan olib tashlash kerak mana bilan. Keyin mana uni men bilan yopish kerak. Keyin mana uni makka qo'yish kerak. Qalay tushundinglar? Zo'r tushuntiraman-da. Keyin mana ularni ham olib tashlab, buni makka qo'yish kerak. Bo'ldi. 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan yaxshi deydi-yu. Hop, ana. Kakras bo'ldi, hamma narsa tayyor. Temirli full broni qildik. Oltindan bosh kiyimni yasadik. Ortiqcha narsalarni tashlaveramiz. Nezerga borishga tayyormiz. Go! Oy, ruhli biyom. Rasvo biyom. Tezda blok to'plab, Fortnite yo Bastionni qidirishimiz kerak. Yo, ko'kirmonmi? Yomon gazlar ko'payib ketmayaptimi? Sizlarga ham ko'payib ketayotganga o'xshamayaptimi? Yomon gaz xalaqit beryapti-da. Ana bu yerda Fortnite lavali ko'l ustida Fortnite. Bunaqa Fortnite ko'rmaganman. Nimcha katta bu. Men ko'rgan Fortnite'larda eng kattasi, lekin bu Fortnite meni yaxshigina kutib oldi. Matlarni bekitish kerak. Betlarni ham bekitish kerak. Bo'ldi, bekitdik. Endi mana o'zlar bilan olishamiz. Daraja plus olovli tayoqcha. Endi bularni ustini yopib qo'yish kerak, uchib ketmasliklari uchun. Mana tashqaridan ham kelishyapti-da. Voy, nimcha ko'p bular. Hattoki 20-level bo'ldik do'stlar. Mana 20 ta jon, lekin hali to'lmagan, shuning uchun men qiynalib yotibman mayda. Bu jon qo'shilgandan keyin to'la bo'lib qo'shilmas ekan, prosta bo'sh bo'lib qo'shilib qolar ekan. Yaxshi, jonimizni to'ldirib, endi bu yerdan surish kerak. Yetarlicha olovli tayoqcha bo'ldi. Sekingina suraveramiz. Endi yo bastion topish kerak, yo ko'kirmon topish kerak. Oltalarni olaylik, har ehtimolga qarshi. Voy do'stlar, shundan keyin shunaqa qadirdan bastionni ham, ko'kirmonni ham umuman topolmadim. Mana shunaqa oltinlarni to'plab, mana shunaqa cho'chqalar bilan savdolashga to'g'ri keldi. Lekin bunga soatlar vaqt ketdi bor-u. Hop, qani bitta temir bo'ldi. Bunda yaxshi narsa tushgan, yana to'playmiz. level va mana bu yerda yana ko'pgina cho'chqalar bor ekan. Bular bilan ham savdolashaveramiz. Yana oltin qaziymiz. Yana bitta Fortnite. Jallod. Qanday? Men bastion qidiryapman yoki ko'kirmon qidiryapman, ikkita Fortnite chiqyapti. Minecraft meni ustimdan izovatsiya qilyapti. Yomon gazlar xalaqit berdi bor-u.
Oy oy oy. Mana u cho'chqalar meni oltin olayotganimni ko'rib qolib, rosa men bilan urushyapti. Bo'ldi mana. Ancha-muncha to'pladim. Ender jemchukni ham oldim. Endi kutish kerak bular nima tasharkan ko'raylikchi. Menga obsidian ham kerak aytmoqchi. Olmosli kirkam yo'q, obsidiandan ham olmaganman. 7 ta bo'libdi obsidianimiz. Yana olish kerak, tugab qoldi va bizda 7 ta ender jemchuk, 7 ta obsidian bor. Bu ikkovi ham yetmaydi. Oy oy oy, nimalar tashlashibdi ekan bular a? 4 tasi. Yana ancha-muncha qazib keldim hozir. Qani nimalar tashlab berar ekan bular? Yo'q, 9 ta bo'ldi ender jemchuk. Obsidian 10 ta bo'ldi. Yaxshi, ender jemchuk ham to'plandi, obsidian ham bo'ldi. Endi bu yerdan suramiz. Voy. Boshqa yoqqa qo'yib yubordim. Olmos kirkam ham yo'q. Qanday olaman endi? Menda bitta yetmayapti. Voy jallod. Shunday qilib sayohatimga yana plus yarim soat qo'shildi. Yana oltinlar to'plab kelib, yana bularga savdo qilib zo'rg'a bitta obsidianni oldim. Mana plus yarim soat qo'shildi sayohatimizga. Endi portalni olib, endi Ender Dragon oldiga go. G'orda, конечно g'orda-da. Endi biz tepaga qiynalib chiqib yurishimiz kerak-da. Malades Minecraft. Voy, men shaxtani kattaligini qaranglar shaxtali. Men ko'rgan eng katta shaxtalar. Hop, endi ko'zlarni yasaymiz. Endi qayoqqa uchar ekan ko'raylikchi. Hop, olmayoq uchyapti. Yaxshi, ketdik. Yo'l-yo'lakay ovqat ham to'plab olamiz. Va nihoyat orqaga uchdi. Qishloq ham topdik-ey. Va ko'z otsak, ana pastga tushdi va nihoyat. Endi pastga qaziymiz. Yaxshi, hech qanaqa muammosi chiqdi. Endi portalli xonani qilib topsak, mana tezda topdik. Uzoqqa cho'zilmadi. Omadim kelyapti. Lekin bitta ham ko'z qo'yilmagan. Omadim kelyaptimi o'zi, kelmayaptimi, ha? Mayli. Oxirgisini qo'ydik. Spawnga bosdikmi-sa? Bosdik. Nima bo'lsa ham, qani, let's go Ender Dragon, sen o'liming. Keldi. Let's go. Menimcha 26 ta jon bilan bu muammo bo'lmasa kerak deb o'ylayapman. Ender Dragon, sen chipuxasan. Voy, tushib ketdim. Water drop. Yaxshi urinlash Dragon, lekin bu Azikayni o'ldirish uchun yetmaydi. Xuddi o'tgan videoga o'xshab bo'ldi. Qani, endi urushni boshlaymiz. Hamma kristallar tamom bo'ldi endi buni. Babo'lasan. Shu olmosga qilich yasab olaylik. Nimaga ertaroq yasamaganman ekan, ha? Bu olmosga qilich jonini ichib oryapti-yu buni. Qanunda oxirgisi kamonda o'qotib qo'yamiz. Bilaman nimaga speedrunnerlar shunaqa qiladi, men ham qildim. Va nihoyat yengdiga buni. Hammasiga 3 soat vaqtim ketdi o'ynashdi o'ziga. Shuncha daraja tushdi. Mana endi hammasini yig'ishtirib olamiz. Qancha jonim daraja bo'lib ketar ekan? 57. Va mana uni to'lgan holi. Videoga oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Hammaga bay bay.